Mana shu rizqini topib kelishlik yo'lida odamlar haloliga ham qaramay qo'ydi, haromiga ham qaramay qo'ydi. Rizq topishlik yo'lida inson ibodatdan tashlab qo'yapti, qarindosh urug'chilik aloqalardan tashlab qo'yapti, umuman odamgarchilikdan tashlab qo'yapti. Ana shu rizq topishlik yo'lida ikkita og'ayni birlashib bo'lib tijorat qilyapti. Ozgina pul topgandan keyin xuddi shu rizqni deb turib, bir-biri bilan qiyomat diydor bo'lib ketyapti. Aka-ukalar ajrashib ketyapti, eshikda olashib, otalariga pitul gapiryapti. Alloh taolo mana aytdik, Odam alayhisalom yerga tushgan ekan, bandalarni yerda xotirjam hayot kechirish uchun kerak bo'ladigan hamma qonun-qoidalarni chizib qo'ygan. Hojatxonaga qaysi oyog'i bilan kirib, qaysi oyog'i bilan chiqishlikkacha bo'lgan mayda ishni o'rgatgan dinimiz pul topishni o'rgatmagan bizlar. Biz topayotgan rizqni o'rmondagi bo'ri ham topyapti va kavedagi chimchiq ham topib yegizyapti bola chaqasi. Endi biz odammiz, aqlimiz bor, kamtarimiz bor, hunarimiz bor, chimchiqning nimasi bor? Bo'ri nimasi bor? Uni faqat harakati bor va Allohga tavakkal.